Xo'p, assalomu alaykum hammaga. Demak, bugungi o'sha DevOps'lik nimamizda sayohatimizda DevOps sprint bilan boshladik. Demak, DevOps sprintda birinchi zadachamiz nima bo'ldi? O'zimizga kichkinagina bir CI yordamida veb-sayt, ya'ni veb-sayt yasash bo'ldi. CI yordamida biz bu veb-saytni ajoyib usulda yasab qo'ydik. Mana DevOps sprint.us. Mana bu o'sha bu endi meni shu hozirda qilayotgan ishlarim va o'rganayotgan narsalarim va shu haqidagi barcha qiziqarli ma'lumotlar, o'sha konfiglar, tayyorlangan videolar, topshiriqlar, vazifalar, xullas o'zim nima qilib test qilib ko'rgan bo'lsam, ya'ni DevOps'likda qanday o'rganayotgan bo'lsam, xuddi hammasini ochiq-oydin yozib, tushuntirib, o'zim uchun ham eslatma va sizlar uchun ham qanaqadir foydali, manfaatli bo'ladigan bo'lsa xursandman. Xo'p, demak, birinchi zadachamiz CI yordamida o'zimizga custom, ya'ni sayt qilish edi. Bu mana saytni ko'rib turibsizlar, sayt tayyor bo'ldi. Sayt admin paneli bor, vazifalar, maqolalar va darslar. Xo'p, bugun bu saytni DevOps madaniyati, ya'ni DevOps uslubida serverga yo'naltirdik. Bu jarayonda nima bo'lyapti? Demak, DevOps sprint.uz veb-saytida bu demak firewalldan o'tadi. Firewalldan o'tib qanaqadir lokalniy Linux serverimizga tushadi. Bu Linux serverimiz ichida demak lokal holatda ikkita servis o'rnatilgan. Demak, Docker va Nginx. Har bitta borayotgan so'rov domen bo'yicha, ya'ni DevOps sprint domeni bo'yicha borayotgan har bir so'rov Nginx ga borib tushadi. Va Nginx buni barcha so'rovlarni redirect qilingan Dockerga jo'natadi. Chunki Dockerning ichida barcha saytlarimiz, kerakli papkalar, sayt kodlari hammasi shuning ichida, Dockerning ichida. Docker va Docker javob qaytaradi. Xullas, birinchi lokalniy Linux mashinamizga keladi. Linux mashinamiz ichidan uni ichidagi Nginx ga boradi. Nginx esa Dockerga jo'natadi. Xo'p, DevOps'lar mana shu holatda yoki bundan boshqacharoq holatda, ya'ni Dockerda ishlatgan holatda va avtomatlashtirilgan odam aralashuvsiz mana shu veb-saytlarni deployment qilish vazifalarini qiladi, bajarishadi. Biz ham mana shu kichkinagina veb-saytimizda Docker yordamida ishga tushirdik. Mana hozircha yaxshi ishlab turibdi, nimasi yo'q. Demak, Docker konteyner yordamida birinchi veb-saytimizni ishga tushirdik, deployment qildik. Hammasi shu edi hozircha. Endi keyingi darslarda Dockerni yana ham chuqurroq o'rganamiz va vaqtim bo'lgan paytda Linuxdan, ya'ni Linuxda kerak bo'ladigan barcha komandalardan va deployment qilishda boshqa jihatlarni ham ko'rib chiqamiz. Va keyingi etapda mana shu yerda mana plan tuzganmiz. Mana bitta DevOps xaritasi bor. Keyingi nimada konteynerlash Dockerdan keyin mana CI/CD avtomatlashtirish bor. Xudo xohlasa Dockerni yaxshilab tugatib olsak, CI/CD avtomatlashtirish. Charchamanglar. Paka.